Assalomu alaykum chorva sevar aziz chorva muxlislari. Bugun Xudo xolasa sizlar bilan o'zimizning xonadonimizda buqalarni qanday tartibda boqilyapti, nech pulga olingan vaqtida kilosi qancha edi, boqishda nimalarga ahamiyat berish kerak, ratsionlar qanday berilyapti, yemlar, shular haqida gaplashamiz. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like tugmasini bosib, kommentariyada Alloh barakasini bersin deb yozib qo'yinglar. Ilohim sizlarning xonadoningizda ham shunaqa buqalardan kamida 100 ta bo'lsin. Endi akalar, bu buqalar haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu ikkita buqani 11-yanvar sanasida olganmiz, 2026-yil. Hozirgi bugungi sanamiz 24-aprel 2026-yilda videoga olyapmiz akalar. Hop, 11-yanvar sanasida shu ikkala buqani 51.500.000 ga olganmiz. Bizda shunaqa ish qilamiz, buqani olib turibla tarozida tortib olamiz avval boqishdan oldin. O'sha bozorda oyog'icha 51.5 millionga olganmiz. Ushbu ikki buqani tortganimizda shu buqamiz 401 kilo vaznda chiqqan. Bunisi 398 kilo vazn chiqqan olganimizda. Hop. Hozir taxminan kilolari 500 ni tepasida ikkalasi ham. Monosicha kattaroq. Bunisi undan ko'ra ozroq kilosi. Baribir zot olish kerak ekan, shved zoti bu. O'zgarishga ham zo'r bo'ladi, ham xo'ra bo'ladi, yuvoshligi ham yaxshi bo'ladi. Shunaqa yaxshi shved buqalar bo'lsa olib boqish kerak. Boqishda ham yaxshi zotiga qarab olish kerak. Shunda natija yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bu yerda yana ikkita buqamiz bor. Bularni 24-yanvar sanasida olganmiz. Bu buqani 60 mingdan tirik vaznga tortib olganmiz. 423 kilo chiqqan olganimizda. Bunisini kichkinarog'ida 17.5 millionga turishiga olganmiz, lekin kilosini tortmaganmiz. Bu buqamiz ham 500 ni tepasida chiqsa kerak kilosi. Bu 400 ga yaqinlashib qoldi, xudo xolasa. Bu buqalarimizni atalab berib, quruq o't, pichan berib boqyapmiz. Pishgan yem bersanglar, akalar, yaxshi o'zgaradi buqalar. 6 oy, 7 oyda pishadigan buqalarni 3,5 oy, 4 oyda pishiraversa bo'ladi. Pishgan yem oshqozonda organizmga oson singadi va mollar uni suyib yeydi. Xo'p, atalarimiz tarkibida bug'doy yorma, arpa yorma, makka uni, oqshoq, kunjara, kepak mahsulotlarini solib, qo'yiq shaklda, shavla shaklida qilib beramiz. Ko'pchilik aytadi, atalar ichgan buqada natija oxirida kilo ves bermaydi, go'shi yaxshi chiqmaydi, tarozi bosmaydi deydi. Yo'q akalar, unaqa emas. 3-4 yillik tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, tosh bosichlari, go'shlarining yog'sizlik darajalari juda chiroyli, go'zal bo'lib chiqyapti. Taroziga har safar sotishdan oldin tortib olib sotamiz. Tarozini yaxshi keltiradi. Chunki o'ta suyuq emas, atalasi shavla holatida. Yemdan isrof bo'lmaydi, atala qilib bersangiz. Xo'p, 2 kilo, 3 kilo quruq yem bergandan ko'ra 15-20 kilolik atala vaznida bersak, qonnilari chiqadi. Yeyishlari yaxshi, suyib yeydi. Shunaqa akalar. Xudo xolasa hozir buqalarni orqa tarafdan ham ko'rsatamiz. Bu shu atala qozonimiz. 250 talik suv sig'adi, 250 talik qozon. Shunda har 2 kunda birida atala qilamiz, to'ldirib. Atalarni ko'ryapsizlar mana, qo'yiq shavla holatida.
Bu buqalarimiz orqa tarafidan ko'rinishi mana. Ko'rib baho berasizlar. Shu 17,5 ga olgan buqamiz mana. Buni 26 million bo'lgan tortib olganmiz. 60 mingdan tiri vaznga tortib olganmiz. Holatlari yaxshi. Bu shved. Agar shved zot buqa olib boqsanglar, yaxshi natija beradi. Bu oqboshimiz gibrid menimcha. Kipriklari oq. Tana tuzilishlari ham yaxshi. Buqani olishda, sotishda yaxshi e'tibor berib olsanglar, akalar yaxshi foyda qila olasizlar, xudo xolisa. Yutkizib qo'ymaysizlar. Bu ham xuddi yerda singar. Agar bundan mehr dayamasdan, pul dayamasdan yemini, o'tini, suvini vaqtida bersanglar, sizlarni aldamaydi, hech qachon ziyon qilmaysizlar. Chorva biznesi o'lmaydigan bizneslardan hisoblanadi. Yaxshi foyda ko'rsa bo'ladi bundan. Bu ko'p sizlardan vaqt talab qilmaydi. Agar davlat ishida biron bir joyda ishlaydigan odamlar bo'lsa ham buni boqsa bo'ladi. Ertalabda kech paytda yaxshi qaralsa, hayvonimiz yaxshi o'zgara oladi, akalar. Mana buqalarimiz holati. Xudo xolisa yana 2 yo 3 oy boqish niyatimiz bor. Lekin akalar bir narsa boqishda e'tibor qaratib qo'yasizlar. Buqa 300 kilodan 500 kilogacha yaxshi o'zgaradi. Vaznni ko'p oladi. 500 kilodan keyin vazn yig'ishda o'zini vesini ko'tarib turishga ham energiya sarflaydi. Shuning uchun undan keyin boqilayotgan buqalarda o'zgarishlar yaxshi bo'lishi mumkin gibrid buqalarda. Lekin o'zimizning joydagi buqalarda semirish darajasi ozayadi. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar, akalar. Biz eng yaxshi natijamiz 1 kilo 850 gram bo'lgan bir kunda o'zgarish, semirish darajasi. Eng kami shu 901 kilo bo'ladi semirish, bir kunda semirishi. O'rtacha oladigan bo'lsak, kuniga 1,5 kilodan buqalarimiz ves qo'shadi. Shunga qarab hisob-kitobini chiqarib olasizlar. Bu buqalarni olganimizdan keyin yashur bo'ldi. Mana shu ikkala buqamiz 11-yanvar kuni olgan bo'lsak, yashur bo'lib doktorga bormadik. O'zimiz shu odamga qilinadigan antibiotik sifazalin yo'lini qildik. 3 kunga qolmay tuzaldi. Ishtahalari yana joyiga qaytdi. Xo'p, bularni yashir o'qimasin deb bir hafta buqolmay turdik va 24-yanvarda bu ikkalasini oldik. Olganimizda shu molimiz, mana shu kattasi yashir bo'ldi, og'irroq o'tdi. Mana bu kichkina buqa yashir bo'lmadi. Bu buqalarga ikkinchi qayta yukib qoldi yashir. Yana o'sha sifazalin yo'lini qildik, og'zini bezin bilan yuvdik. Shun bilan 10 kun 15 kunda hammasini tuzatib oldik. Xudo xolasa yaxshi buqalarning holati. Hech kimning moli kasal bo'lmasin, akalar. Shu yaxshi qarov kerak bunga. Shunaqa, akalar. Bu qadar yaxshi foyda ko'raman degan odam sotishni va olishni yaxshi bilish kerak. Olayotganda ham sotayotganda ham shoshilmasdan, o'sha sifatli, yeb ichishi yaxshi buqani 200-300 ming qimmat olsangiz ham sifatli buqani olsangiz yutkizmaysiz, akalar. Baqish jarayonida u 5-600 ming qimmat olingani hech qachon zarar bo'lmaydi, yaxshi foyda keltiradi. Yeb ichishi yaxshi bo'lsa, sog'lom bo'lsa, sifati yaxshi bo'lsa, buqani qo'rqmasdan olib boqish kerak. Bu chorvada baraka bor, akalar. Dehqonchilikda, chorvada baraka bor. Sizdan ko'p vaqt, ko'p mehnat talab qilmaydi. Shu
yemini, suvini, o'tini vaqtida berib qo'yasiz. Rejim bilan ertalabda kechki paytda shu bilan yaxshi o'zgara oladi. Mana ertalabki yemini beryapmiz hozir. Atalarni qo'yib, xudo xolisa orqasidan o't solib qo'yamiz. Abitda bir marta sug'oriladi. Kechki payt yana shu atalar beriladi, o't beriladi. Bo'ldi. Hammasini to'plab kelganda bir yarim soat, 1 soat vaqt ketadi. Shu bilan boshqa ishingizni qila olasiz akalar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr oldimdan.